Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men Mezitli rayoni TJ mikrorayonidaman. Mana qurilishi ko'ryapsizlar. Mana shu yerda 12 oy muddatli to'lovga shunaqa zo'r proyekt bu do'stlar. To'g'risi bunaqa proyekt qurish hammaga emas. Qurilish bo'lganidan qo'rqmanglar. Hozir men qurilish kompaniyasiga keldim. Proyektimiz tayyor holatda qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. To'g'risi bunaqa proyektlar kamdan kam. Qani ketdik. Qadrli do'stlar, proyektimiz tayyor holda qanaqa bo'ladi? Men sizlarga hozir qadam va qadam hammasini tanishtirib o'taman. Demak, mana hozir u proyekt qurilayotgan joy aktivna yo'l qurilish ishlari ham ketyapti. Men o'tib qurilish jarayonini ham ko'rsataman. Demak, yonida 4,5 mingta aholiga mo'ljallangan bolnitsa quriladi. Mana atrofida qatta daraxtzorlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi hokimiyatni parki bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda ham sportivniy park va oddiy dam olish parki bo'ladi. Mana o'rtada ko'ryapsizlar, mana bu yoqda mana o'zi yozilgan madaniyat markazi bo'ladi. 2,5 mingta odamga mo'ljallangan. Mana bu yoqda park bo'ladi. Yana eng qiziqarli tomoni bilasizlarmi? Nimaga bunaqa unikalniy proyekt dedim? Hammaga emas bunaqa qurish dedim. Mana atrofiga e'tibor beringlar. Atrofi to'liq yashil zona. Atrofida hech qanaqa dom bo'lmaydi do'stlar. Mana bu ikkita dom o'zini basseyni bor territoriyasini ko'ryapsizlar. Orqasiga o'tamiz. Orqasida 3 ta blokli dom. Mana buni o'zini kirishi bor, ko'ryapsizlar. Bunga o'zini alohida kirishi bor. Geçib bilirsiniz. Mana bu yoqdan endi uni sizlarga oldini ko'rsataman. Oldidan qanaqa bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Mana buni o'zini basseyni bor. Sport plashatkalari bo'ladi, besetkalar bo'ladi. Rasm videoda hozir qanaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, uyi tashqi ko'rinishi ham, ichki bog'lari ham xuddi shu holatda bo'ladi. Birinchi qavatlar bizda do'konlar bo'ladi, go'zallik salonlari bo'ladi va boshqa sotsial korxonalar bo'ladi do'stlar. Mana ko'ringlar. Nimaga unikalniy devomi? Yana qaytaraman. Atrofi to'liq yashil. Ko'ryapsizlar? Bu nima degani? Atrofida buni hech qanaqa boshqa dom yo'q. Mana shunaqa ekologichskiy chiroyli proyekt bo'ladi bu do'stlar. Bunaqa qilish hammaga emas. Bu degani shu atrofini ham bu qurilish kompaniyasi sotib olgan va boshqa qurilish kompaniyalariga bu yerda qurishga ruxsati yo'q. Xolislarmi shunaqa proyektdan? Men sizlarga har bittasini narxini beraman va eng asosiysi bu yerda 1+1 emas do'stlar. Bu yerda 2+1 va 3+1 o'zbegimmi katta oilasi uchun xonadonlar. Bu proyektni men O'zbekistonga sotishga olib boraman. Ha, albatta. Shuning uchun ham hozir qurilish kompaniyasiga keldik. To'liq ma'lumotlarni olib, sizlarga hammasini tanishtiramiz. Xuddi shu qurilish kompaniyasini men hozir tayyor proyektiga kirib keldim. Mana 3 ta blokdan iborat. Ko'rishingiz mumkin. Bog'iga e'tibor beringlar. Dengiz botdan 400 metr uzoqlikda joylashgan. Buraya çok önemli. En çok önemli buraya. Zaten bu da ikinci katı. Sen orayı mı çektin yoksa başka bir yere mi çektin? O da değil mi? Bu basseyni. Mana hamma shu. Mana dengiz do'stlar. Mana shu palmani orqasi dengiz. Mana bu dom dengizi birinchi liniyasi. Juda ham chiroyli proyekt. Yashilligini qaranglar. Muddatli to'lov bormi tayyorga? Ha, albatta.
6 oyga muddatli to'lov beryapti qurilish kompaniyasi. 10, 11, 12, 13 etajlarda 2+1, 3+1 xonadonlarimiz mavjud. Qani, endi showroomni ko'rishga ketdik. Men hozir ikkinchi qavatdaman. Do'stlar, ikkinchi qavatdan mana oldinglarda nima bor? Oldimizda dengiz bor. Qani, xonadonimizni ko'rishga ketdik. Mana bizani bog' qismimiz. 3 ta blokdan iborat. Men hozir terrasadaman. Xohlasanglar jami stikleniya qilib yopasizlar. TJ gaz kelgan do'stlar. Ana endi ketdik bittadan. Ko'ramiz xonadonimiz. Bu oshxonamiz. Mana ko'rasizlar, oshxona. Bu yerda bo'lgandan keyin, demak, terrasani yopasizlarmi, yopmaysizlarmi? Masalan, bemalol bu yoqqa ovqatlanish zonasini qilsanglar bo'ladi. Oshxona studiya shaklida mehmonxona bilan, lekin o'zi mana alohida burchakka qilingan. Mana e'tibor beringlar. Bu mehmonxona qismimiz, bu yerda divanli zona, dam olib o'tiradigan joy. Mana bu yerdan sizlarga oshxonani ko'rsataman. Qani, ketdik endi. Mana bizani kirish qismimiz. Shkopga e'tibor beringlar kattaligini va bu yoni juda ham qiziqarli. Bunaqa proyektlar juda ham kam. Do'stlar, bu 2+1 va o'zini alohida bunaqa garderobniy prachechniy zona deymiz bu yerda. Chunki bu yoqqa mana kir mashinani qo'yasizlar, tepada bizda polkalar bor, shkoplarni ko'ryapsizlar. Boshqa joyga o'sha shkop qo'yishingiz shart emas. Bemalol bu yerda постирочный, kir yuvadigan xona, dazmol qiladigan xona qilsanglar bo'ladi. И самое главное, это рассрочка на готовое вот такого качества жилье. Это когда вы у нас просите, дайте нам, мы хотим сразу жить. 50% оплачиваете, 50% на 6 месяцев, и вот вам вид на море и близость. Ko'rdinglar? Men sizlarga hozir aytib o'tdim. Muddatli to'lov bormi degan savolingizga ha, bor. Mana bizani birinchi sanuzilimiz. Koridorimiz davom etadi va bolalar yotoqxonasiga keldik. Bolalar yotoqxonasi ham kattaligiga e'tibor beringlar. Bu showroom, lekin bemalol ikkita bolaga joy qilsa bo'ladi. O'zini vстроенный shkopi bo'ladi. Ota-onalar yotoqxonasi. O'zini texnический balkoni bilan. Bu showroom do'stlar, qanaqa qilib o'zingizlarga planirovka qilsanglar bo'ladi. Balkonni kattaligiga qaranglar. Texnический balkon bo'lsa ham kattaligi yaxshi. Bu yerda tog'lar, bog'lar, hatto sigirlar. Juda ham chiroyli. Bahavo joylar. Ketdik, qaytamiz. Bittami sanuzil deysizlar? Yo'q do'stlar. Qaranglar, qanaqa qiziqarli qilishgan. Mana. O'zini sanuzili bor ota-onalarni yotoqxonasini. Bilasizlarmi, menga garderob nimaga yotoqxonada qilmagani yoqdi. Общий bo'lgan garderob. Hamma shu xonadonda yashaydigan farzandlaringlarning garderobi ham bitta общий garderob, hech qaysi xonaga boshqa shkop qildirmasanglar ham bo'ladi. Bizani garderobimizda joy yetarli. Mana shunaqa xonadonimiz. Demak, do'stlar, 2+1, 3+1 xonadonlar mavjud. Bu bitgan proyektda, qurilayotgan proyektda 1+1 xonadonlar ham mavjud. Muddatli to'lov bor. Dengiz bizada 400 metr. Mana shunaqa chiroyli proyekt. Xullas, O'zbekistonga bu qurilish kompaniyasini ham o'zimiz bilan olib ketamiz. Esingizdan chiqmasin. 28, 29, 30 aprel kunlari Santini restoranida Miel Mersin kompaniyasi sizlarda O'zbekistonda mehmonda eng chiroyli proyektlarni taqdimotida. Tursiya, Mersin. Mersinda katta 3 ta qurilish kompaniyasi, Shimoliy Kipr va Dubay proyektlari bilan. Hammalarni kutib qolaman. Samarqand bizani 25-26 aprelda kuting. Ko'rishinglar mumkin.
Bu yerda aytganimdek sauna, hammam hammasi bor. Bu turetskiy hammam. Kattaligiga e'tibor beringlar. Ayollarning kuni alohida, erkaklarning kuni alohida. Va albatta bunaqa komplekslarda, bular otel proyektidagi komplekslar, sport salonlari ham bor. Baribir juda ham qulay. Mana o'zinglarni uylarda pastga tushib, uzoqqa yurmasdan sport zallari bo'lsa, kiyinadigan joy va albatta qanaqa qilib endi sauna ishlamasa. Aydat ne kadar? 1050 TL. Oh, güzel. Yazın ama 3 ay 2000 TL şey için alıyorlar. Tamam. Bu sauna falan için. Tamam. Yok şey için. Havuz için. Tamam. Bunlar için para. Eshitinglar, 1050 lira o'zi standart. Aydat, lekin basseyn sezoni boshlanganda aydat 2000 lira bo'lar ekan. Har doim beradigan savolinglar. Вот так. Еще есть спортзал. Очень часто задаете сразу вопрос. Что с Айдатом? Когда работает бассейн, тут у нас сауна, новенькая, пахнущая еще. Когда работает бассейн, 3 месяца, 2000 лир в месяц, Айдат. А когда не работает бассейн, тогда 1050 лир в месяц. Сауна, хаммам зимой только работает. Basketbolni zonamiz bor, futbolni zonamiz bor. Velosipedlarni mana o'zini alohida turadigan joyi bor. Hozir menga aylanib sizlarga bog' qismini ko'rsataman. O'rtada bizda basseyn, akvapark, yopiq детский площадкаlar bor. 0-6 yaş olduğu için. 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga mana yopiq. Bu juda ham qulay. Ayniqsa qish paytida. Tamam. Oraya ayırmışız. Orman masası da koymuş. Tamam. Mana ko'ryapsizlar, bu bolalar o'yingohi. Bu yerda ham sport bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Va albatta mana dam olish zonasi, mazza qilib dengiz mana shu yerdan ham ko'rinyapti. Shashlik bitta o'choq yetishmaydi-da, shotga bor-ku. Mana o'choqni qo'yib olib, mazza qilib palovxon torani damlab qo'yib, pishirib dam oladigan joy. Shunaqa salqin ekan, nimaga salqin deysizlar, qaranglar mana. Shuna daraxtlarning tagiga tushgan. Bilasizlarmi, hozir men kiraman showroomga, lekin sizlarga eshiklarni birinchi ko'rsatmoqchiman. Bunaqa eshiklarni to'g'risi o'zim birinchi ko'rishim, ko'rasizlarmi? Tepagacha 240 ekan eshiklarning balandligi. Şunu nasıl açıp bırakacağız? Ketdik endi hozir. Kiramiz xonadonga. Podyezdlarda ham deraza bor, bu ham juda ham katta plyus. Qarang, qanaqa chiroyli eshiklar. Spets zakazda bu premium proyekt do'stlar. Narxi qimmat, to'g'ri, lekin bu premium proyekt. Bu qurilish bo'lgani uchun muddatli to'lov 12-18 oyga bor. Proyekt qachon bitadi? Hammasi haqida ma'lumot bo'ladi. Ketdik. Zaten gösterdim. Ben bunun için gösterdim. Gel Meryem, ben sana biraz rahat kalsın. Снимай, как обычно. Bu duşakabin Mersin'de 1-2 tane 5 yıldızlı otelde tek kullanımda. Aynı bunun Hepsi deseninde. aynı. Hepsi aynı. Именно вот такой Gördüğünüz будет, cam, именно mermer. будет такая же расцветка, окрас и такая же Bir şey daha отделка. söyleyeceğim. Taşlar, gömme batarya, klozetler hepsi yine Vitra'nın üst grubu. Gel bir şey daha göstereyim. Очень широкий. Bu Çanakkale Granit'in yani. Evet. Bunu söylemene gerek yok. Bu gömme otel konsepti Evet. tarzında. Evet. Harika. Я сейчас буду вам рассказывать, переводить все то, что мне было сказано, но поверьте, это качество вы в Мерсине не увидите ни у кого. Вот это вот все будет стоить дорого. Tamam. Bir de 1+. Sizlarga eshittirib ketdim. Qurilish kompaniyasining xo'jayinini o'zi bizga olib bordi. Do'stlar, men o'zim birinchi marta bunaqa kvartirani ko'rishim. 2+1, 1+1, 3+1 proyektlar bor. Mana kirish qismidamiz.
Mana bu rasmlar bo'lmaydi faqat. Qolgan hamma narsa bo'ladi. Lol qoldimmi? Do'stlar, albatta lol qoldim. Mana shkoplar xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Shkop bormi deysam, albatta bor. Mana shunaqa ko'rinishda ochiladi shkoplarimiz. Mana shik, luxury yaxshi ko'radiganlar uchun zo'r proyekt. Mana qanaqa ko'ryapsizlar oshxonani? Xuddi shu ko'rinishda, xuddi shu LED chiroqlar bilan bo'ladi. Oshxona, mehmonxona, studiya shaklida. Men birinchi sizlarga oshxonani ko'rsatay. E'tibor beringlar. Xuddi shunaqa bo'ladi devorlar, patoloklar. Menga hozir etdi. Mana shularni hammasini o'rnatib ketar ekan, lekin men bu chiroqchalarni o'zingizlar olasizlar. Uni standart xohlasanglar qo'yasizlar, xohlasanglar qo'ymaysizlar. Теплый пол bor. Умный дом bor. Bu hozir showroomga tayyorlashyapti. Juda ham havas qildim. O'zim ham juda ham havas qildim. Terrasani kattaligini qaranglar. Mana sizlarga aytganimdek, atrofda bu yerda faqat parkoviy zona bo'ladi. Bu bananoviy plantatsiyalar. Dengiz 400 metr. Terrasani qaranglar kattaligini. Niyat qilgan har bir insonga tilayman. To'g'risi, bunaqa proyekt birinchi ko'rishim. Yashirish kerak emas, boricha etish kerak. Bolalarning yotoqxonasi Mersindagi eng a'lo darajadagi 2+1, 1+1, 3+1 xonadonlar faqat bu proyektda. Kim luxury yaxshi ko'rsa, 28, 29, 30 aprelda kelinglar. Sizlarga dush ko'rsataman. Qaranglar qanaqa. Hammasi 7 yulduzli otel uchun qilinadigan. Qaranglar qanaqa chiroyli kafelarni podborka. Qanaqa holatda ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir sanuzellar mana xuddi shu holatda topshiriladi. Bu granit. Mramor, granit, bolalarga e'tibor beringlar. Ota-onalar yotoqxonasi. Patologlarga e'tibor beringlar. Mana shu qora chiziqlarni hammasi bo'lar ekan. Bir narsalar dedilar, turkchada to'g'risi tushunolmay qoldim. Ichidagi chiroqlarni o'zingizlar olar ekansizlar, uni bunday yurar ekan bular. Теплый pol bor, умный dom bor, kir mashinani joyi ko'ryapsizlar. Tepada sushilni qo'ysanglar ham bo'ladi. Texnik balkonimiz bu yoqda. Qaramanglar, hozirgi holatiga archalar hammasi qoladi. Katta parkoviy zona bo'ladi. Hokimiyatda yerlar ekan bu. Mana ketdik endi. Garderobniy xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hatto yonib turgan LED chiroqlar ham bo'ladi. E'tibor beringlar. Mana eshigimiz. Xuddi shunaqa ochilib yopiladi. Hammasi bu kafe emas, do'stlar. Tosh, granit, qaranglar qanaqa chiroyli qilingan. Dush qaranglar qanaqa chiroyliligini. Mani ko'rayotgan, kuzatayotgan har bitta insonga nasib qilsin bor-ku. Endi ketdik, 1+1 ko'rsataman sizlarga. Telefonim ham dovdirab qovatdi bor-ku. 1+1 ga kirdim. Yana bir marta eshigiga e'tibor berishingizni xohlardim. Eshikni balandligiga e'tibor berishingizni xohlardim. Mana kirish qismidamiz. Bu yerda bizning kirish qismidagi shkopimiz yana mana aytganimdek, mana bo'ldi. Shkoplar ochilyapti. Yo tarafda, chap tarafda bizning oshxonamiz, mehmonxona bilan studiya shaklida. E'tibor beringlar. Faqat texnika bo'lmaydi. Qolgan nima ko'rayotgan bo'lsanglar, qanaqa rangda ko'rayotgan bo'lsanglar, hatto bu ham shunaqa tosh bo'ladi. Devorlarga e'tibor beringlar. Devorlarni qanaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, devor ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Balkonning eshiklariga e'tibor beringlar. Mana
ochilishiga e'tibor beramiz. Kattaligiga e'tibor beramiz. Bu 1+1 terrasasi. Bu xonadonni olganga mana bu terrasa ham sovg'a bo'ladi. Lekin bu showroom do'stlar. Showroom sotiladimi? Albatta sotiladi showroom ham. Ketdik yotoqxonaga. Qaranglar qanaqa kattaligiga e'tibor beringlar. Hammasini tushuntirib berdim. Hozir polla ham qanaqadir bir italyanskiy nimadir ekan, juda bir полный люкс bog', parkoviy zona bo'ladi. Больница quriladi bu yerda. Mana atrofda yonida dom bo'lmaydi. Больница bo'ladi, park bo'ladi, katta madaniy saroy bo'ladi mana. Texnicheskiy balkonni qaranglar kattaligini. Do'stlar, bu texnicheskiy balkon. Kir mashina, sushilli mashina. Shunaqa apelsinlarni hidi kelib turibdi. Mana. Endi 1+1 sanuzilini ko'rsatamiz lekin. Qanaqa chiroyli. Patologlarning balandligiga qaranglar. Mana qanaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa topshiriladi. Gap yo'q. To'g'risi, gap bo'lishi mumkin emas. Цены от 100 тысяч евро на 2+1, от 80 тысяч на 1+1. Но, минуточку, вы сейчас увидите это качество. Это качество вы не видели нигде в Мерсине. Вот просто спорю, приезжайте ко мне сюда, и я вам все буду показывать. Подпольное отопление, 3-метровые потолки, высота комнат. Затем композиты для освещения фасадов установлены. То есть в ночное время суток это будет красивейший комплекс. 5 блоков. 4500 метров квадратных земли и большие, очень большие 1+1, 60 метров квадратных и 98 метров квадратных 2+1. Не надо говорить много. Идем. Тут же и 3+1 есть, правильно? Да, это Все. Ko'ringlar. Ruscha gapirdilar, lekin tushunasizlar. Men ishonaman tushunishinglarga. Cho'pli pol, fasadlarning yorug'ligi, mana polni hozir bizga qurilish kompaniyasini direktori bizani soprovождать qilyaptilar. Katta oilalar uchun zo'r proyekt. Это o'g'li, все. Вот. Onun 4 oğlu var. Bu en küçüğü ve bize en güzel fiyat yapan ve en güzel iş şartları bize veren. Kurucunun oğlu. Endi точно tushundinglar. Do'stlar, judayam territoriyasi katta. Atrofi qaranglar. Men sizlarga просто nimaga ko'rsatyapman? Ko'rishinglar uchun qurilish aktivno ketyapti. Basseyn уже tayyor. 5 ta blok, 2 ta blokka o'zini basseyni bor va 3 ta blokka o'zini basseyni bor. Sauna, hammam, sport zal, yopiq basseyn hammasi bo'ladi do'stlar. Archalarga e'tibor beringlar. Mana shu yer polni parkoviy zona bo'ladi. Hech narsa qurilmaydi, chunki hokimiyatning yerlari ekan. Bu proyektni biza O'zbekistonga olib ketish uchun qurilish kompaniyasini bu o'g'illar ekan. 4 ta o'g'illari bor ekan. Ota, o'g'il hamma shu bitta kompaniyada ishlaydi. Keyin bular juda ham katta holding, bularning o'zini mebelni fabrikalari bor, eshik fabrikalari bor. O'shaning uchun ham eng a'losini o'zligiga ishlatishadi. Quyosh botyapti. Oy, hidi to'g'risi, uni kamera bilan berib bo'lmaydi sizlarga borib, bu apelsin limonni gullagan hidlarini. Mana mashutlar ko'rasizlar, o'sha o'rnatilayotgan ekan. Fasadlar to'liq qorong'ida yonib turadi. Shanba bugun, lekin quruvchilar bor, ishlashyapti. O'sha mana uyga qaytadigan vaqti bo'lyapti. Hozir quruvchilarni kuzatdik biz. Narxlar baland. Do'stlar, bu premium, bu lyuks. To'g'risi, unga pul to'lash kerak, o'zingizlar bilasizlar. Eng zo'rini xohlaydiganlar uchun bu proyekt, lekin shunda ham baribir Shimoliy Kiprdan, Dubaydan, boshqa joylardan ancha arzon. Lekin eng to'g'ri investitsiya uchun zo'r joy.